Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan 230 millionga qanaqadir qimmatbaho narsa qidirib ko'ramiz. Normalniroq mashina yokida bu skin-pikinmi? Xo'p, drondan izlaymiz, mashinalarni izlaymiz, arzondan boshlab qimmatlashtirib bu vazlardan o'tkazib iloji boricha 50 milliondan yuqori mashinalardan ko'ramiz. 8 millionli kichkina mashinalardan foyda uncha yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun qimmatroq, kattaroq mashinalarga o'tgan ma'qul. Xo'p, 50 millionga Lanzador, Mercedes-Benz, Ichala Vertik 233 million. Точно. Бля, masuka. Huyet. Vertolyotli bo'ldim. Do'stlar, vertolyot oldim, vertolyot. Bu qanchalik armon? 260 million turib vertolyotlar. Men olaman deb hech o'ylamagandim to'g'risi. Hozir Vinkoltimiz ishlatganim yaqinda, shuning uchun mana yana xo'p chiqaray desa уже загрузчение deyapti. Demak, загрузка qilingan pochtaykanimiz. O загрузкаdan olamiz. Xo'p, endi chiqaramiz. Mana do'stlar, vertolyot. Voy jala, vertolyot olaman lekin hayolimga keltirmagandim bu narxga vertolyot chiqib qoladi deb. Kimdir adashib qo'yib yuborgandir balkim arzonroq. Qani bitta yurishini ko'raylik-da. Yo, normal. Yursa bo'ladi, yashasa bo'ladi. Haligi o'rtoqlar, qo'limda 500 ming so'mgina pul qolgan. Bitta vertolyot bilan bo'lish qoldi. Yo'q, hozir bitta vertolyot bor emas. Simga tashqari mashinalar bor. Lekin pul yo'q, bo'lish qoldi chista. Qani bitta zapravka qilib qo'yaylik-da. Vertolyoti bor odamlar aytardi 300 litr, 400 litrlab solaman deb. Rostdan ham shuncha litr quyadimikan yo'q? Bo'lmagan gapmikan? Bilaylik-da bitta. Asta birolik. Niye chiqmadi? Mana chiqdi. Video mashinaniki bilan bir xil ekan, to'g'risi. Ye onamni. Tepki. Bo'lmasa do'stlar, reaktorga borib bitta tuning qilib ko'raylik buni. Keyin baho berasizlar. Mana reaktorga oldik, yerga bir boshqacha rang berib, keyin oyna tonirovkasini tashlashimiz kerak. Ichki ko'rinishiga shunday chiroyli, cho'tki ko'rinadi. Biz olamiz. Dvigatel 2 qilingan hammasi. Ko'rinishni o'zgartiramiz. Arsenaldan ko'rish kerak, pul kamida 400lik qo'ydi. Xo'p, 150lik oq narmani, ko'kchi 350 qo'ydi. Qimmatlashgan. Oldini ko'rsatmayapti, faqat orqasini ko'rsatyapti. Shu 150dan boshlash kerakmi? Qo'y bosaramiz 150dan. Keyin oynadan o'tgan. Olamiz, ortamiz. Qurolgan aql 3 ko'rinib tursa kerak. Lekin tasavvur qiling, sharga qaraganda vertolyot zo'rroq, chunki sharda просто o'zinglar uchasizlar. Bundachi o'zinglardan tashqari bemalol 4 kishini uchirsalar bo'ladi do'stlar. Mana qisqacha yangilik bo'ldi, zo'r yangilik bo'ldi. Meni kuzatishni davom eting. Keyingi videolarda bundan ham zo'r narsalarni olganimni ko'rsatib o'taman.